Yorug' odam gapirish. Men aktyorman. Kinolarimni ko'rgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Ismimni, familiyamni bilgan, ikkalasini aytaman. Johnny Sins. Jonibek. Hammaga kerakli inson deb men undan men so'radim. Birinchi marta kiyimda ko'ryapman. Unda yoningizdagi qizni ham o'zingiz tanishtiring. Bemalol gapirishingiz mumkin. Kimsiz? Mani ismim Gavhar. O'sha Sankt-Peterburgdagi Sankt-Peterburgda gapiradi. oddiy xalq bilan mafiyani o'rtasidagi qizni zaman bo'ladi. Mani otam mafiyoz. Hop, keyingisi. Onam esa oddiy xalqdan chiqqan qiz. Otam kimligini bilmayman. Otamni qidirishga nima bo'ladi o'zbekcha? Kechqurun bilib olasizlar. Yaxshi. Shu mana tanishib chiqqanimizdan kelib chiqib, kimdadir qanaqadir gumonlar bormi? Bitta otib qo'yamizmi? Xudosh mafiya deb o'ylayman. Gumon iymonni Johnny Sins eshitaman deb o'yladim. Gumon iymondan ayiradi deyapti Johnny Sins. Har bir